Biu tit tip. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Kampot. Xush kelibsiz mening yangi videomga. Do'stlar, bugun hozir qishloqlar men chiqyapman. Uzr. Qishloqlar nima bo'ldi? Kampot, bizni qishloqda Lucky blokli tunnel paydo bo'libdi. O'shani tekshirmasang bo'lmaydi. Kampot, o'sha Lucky blokli tunnel paydo bo'lgandan beri juda ham ko'p odamlar yo'qolyapti. Kampot, undan tashqari uning ichida qonlar ham mavjud va odamning bo'laklari ham bor. Xo'p, qishloqlar tushunarli. Lucky blokli tunnel. Bunga e'tibor beringlar. Lucky blokli rostdan ham tunnel. Bu qishloqlar nima bo'lyapti bu yerda? Kampot, bugun ertalab u paydo bo'libdi va qishlog'imizdan ancha jitillar ham yo'qolibdi. Shu bilan birga. Bu bo'lishi mumkin emas. Axir qanday qilib bir kechaning o'zida shu paydo bo'lishi mumkinmi? Xo'p, ne idi tuda degan yozuv bor ekan. Mana bu qonga e'tibor beringlar do'stlar. Xo'p. Xo'sh. Yo, men bu yerga kirmayman. Umuman yo'q. Kampot, bu yerga kirishing kerak. Sendan boshqa kim ham kirardi? Qishlog'imizda eng qo'rqmaydigani sensan-ku axir. Qishloqda mendan boshqa odam qurib ketganmi? Axir qaranglar bunga. Bu juda ham qo'rqinchliki. Qon, undan tashqari qanaqadir yozuvlar. Axir Kampot, biz senga ishonamiz. Iltimos kir va bizda qishlog'imizdagi yo'qolgan jitillar ham balki shu yerda bo'lishi mumkin. Iltimos Kampot, kir, u yerda nima borligini o'zing o'rganib chiq. Ichimizdan eng qo'rqmaydigani sensan va vobshe juda kuchli odam ham sensan. Qishloqlar, faqat har narsaga men har doim Kampot bunaqa, Kampot unaqa, mayli. Hech qisi yo'q, mayli, men kirishga qaror qildim. Xullas, do'stlar, bugun biz mana shu Lucky blokli tunnelga yo'qolgan do'stlarimiz uchun kiramiz. Mayli qishloqlar, hammaga omad. Men qaytib kelmasam, meni eslab turinglar. Albatta ketdik. Biz davom etamiz. Mana bu yerda qon, mana bu yerda ilingan narsalar, lekin bu juda ham vahimali. Mana bu yerda esa yozuv, sekin pistolet bilan ochib, mana bu yerda o'lik bor ekan. E'tibor beringlar, qoch. Do'stlar, bu nima bo'lishi mumkin? Demak bu yerda bir narsa bor. Ketdik. Eshikni yopib qo'yamiz. Xullas, mayli. Biz borishimiz kerak oxirigacha. Qani, bu yerda nima narsa bor ekan? Menimcha bu yerda xavfli narsa bo'lishi mumkin. Nimaligini-ku bilmadim, lekin kirib hozir ko'ramiz. Lekin kirishga juda ham qo'rqyapman do'stlar. Xo'p, mana bu yerda eshik va ochildi. Qo'yil kiraylik. Qani, bu yerda lazerlar uzoqdan ko'rinyapti, lekin mana bu yerda tikanlar, bu biroz qo'rqinch. Hoppa, qo'yil va mana bunisini sindirishimiz. Bu yerda jon. Salom mushuk. Nima qilyapsan bu yerda? Mayli, hech qisi yo'q. Menga xalaqit berma. Seni zararing tegmasa kerak menga. Hop, qo'yil. Voy. Xuyna, bilyat. Qo'yil o'tib oldik bu yerdan do'stlar va mana bu yerda lazer ham bor ekan. Bu yetmagandek bundan ham biror iloj qilib o'tishimiz kerak. Hop, bu lazerga e'tibor beringlar. Hali yana bitta lazer bor. 1 2 3 badanim titrab ketyapti bu lazerlarni ko'rib. Blin. Bo'ldi, lazerlardan ham qutuldik va keyingi eshik zirya va bu yozuvlar juda ham aylanib chappasiga ketyapti. Mayli, ketdik. Qani eshikni ochishga qo'rqyapman, lekin ochishim kerak. Qaytishga umuman bu mardning ishi bo'lmaydi. Bu yerda menimcha aniq aytaman, lavalar bo'lsa kerak. Bu yo'q. Baribir kirishim kerak axir. Mendan boshqa kim ham kirardi, mayli. Bu yerda bombalar ikki taraf TNT. Mayli, xo'sh, davom etamiz. Qo'yil qo'yamiz. Hech narsa yo'q ekan, davom etamiz. Qo'yil, bu yerga tuzoqsiz narsa ekan, qo'yil qoldim va mana bu yerda mayli. Keyingisiga o'tishimiz kerak. Bu eshikni ham ochib kiramiz do'stlar. Qani bo'lmasam. Mashinalar Bugatti. Blin, pullarga e'tibor beringlar axir. Bu kimniki bo'lishi mumkin do'stlar? Tasavvur qilib bo'lmaydi bu yerni. Lucky blokli jitil, sen bu yerda nima qilyapsan? Kampot, bu tunnel menga tegishli va mana bu yerda hamma mashinalar menga tegishli. Bularning hammasi meniki va bular senga sovg'a.
Qanday qilib menga sovg'a bo'lishi mumkin? Lucky Block Digital, nima uchun menga sovg'a qo'yding? Birdaniga kelib sovg'a bor desang bo'lardi-ku. Yo'lda har xil tuzoqlar qo'yibsan, unga o'tishga biroz qiyin bo'ldi men uchun. Lekin Kompot senga qo'ydi. Shu yergacha qo'rqgan bo'lsang ham yetib kelding. Lekin qishlog'ingni ko'plab aholisi bu yergacha yetib kela olmadi. Ularni bilmadim, lekin men keldim. Axir shuncha menga surpriz deding-a boshiga. Lucky Block Digital, tasavvur qilyapsanmi? Bu yerdagi boyliklar milliard, trilliard-ku. Axir mana bu yerdagi bino almasdan qo'yil. Mana bu mashinalarchi, vau. Ha Kompot, men hazillashmayapman. Bularning hammasi senga. Qoyil qoldim. Sen bu yergacha qo'rqgan bo'lsang ham baribir men qo'ygan tuzoqlardan yetib kelding. Hamma ham bu ishni bajara olmasdi Kompot. Lekin kelishga keldim. Lekin bu juda ham qiziq surpriz bo'ldi. Tuzoqlar va keyinchalik meni surpriz bilan kutib olishdi. Buni qanaqa boshida tushunganimni bilmadim, lekin hozir tushunishim bo'yicha bu odamlarni sinash ekan. Ya'ni meni sinading. Lucky Block Digital, senga kattakon rahmat va men bu yerdagi 1-2 narsalarni olib ketaman. Bemalol Kompot, xohlaganingni xohlagan vaqtda olib Xo'sh, mana shu sariq mashinani olib ketaman. Blin, men keldim. Bip, stop. Qishloqlar, men keldim. Qanaqasiga Kompot? Sen u yerda qanaqa qilib bording va qanday qilib mana bu mashinani olib kelding axir? Yo'ldan har xil tuzoqlar chiqdi, lekin unga qaramay oxirida borganimda qishloqlar menga Lucky Block Digital sovg'a qildi. Mana shu yergacha yetib kelganimga albatta. Lucky Block Digital qanaqa qilib senga sovg'a qilishi mumkin Kompot? Ichida qonlar, undan tashqari o'limga tortadigan tuzoqlar bor edi. Uni shunchaki senga berib qo'ysa bo'lmaydimi? Ko'p savol berma Jitel. Men sen savolingga javob bermayman. Seni yoshing juda ham kichkina. Xullas, men mana bu Lucky Blocklarni sindirish niyatim bor. Qani buyining ichidan nimalar chiqar ekan va mana bu hashamatli mashinamga e'tibor beringlar. Mana shunisidan boshlaymiz. Yo'qol. O'ldi bechara. Xo'p, yana TNT mana mashinamga zarar berma. Yo'q. Mashinamga zarar bermadi. Bilasanmi bu narx qancha turishini? Bilmasang bilib qo'yasan keyin. Mana bu. Salom Jitel, salom. Hero Villager. Bor, qishloqqa bor. Mayli. Biz davom et. Almas. Bugun omadli kun. Bu nima? Xo'p. Xo'sh. Qo'yil bizga mana bunaqangi kamonlar piching qilishim. Qilich gap yo'q. Omadimiz juda ham zo'r. Xullas do'stlar, biz titishda bularni davom etamiz. Har doimgidek bizaga zaloto yablika berdi va buni yeb olamiz va davom etamiz. Xo'p, mana bu ahmoq tentak sehrgar paydo bo'ldi va buni o'ldiramiz. Dang va yonib ketdi va bo'ldi. Bu o'ldi. Xullas, ko'mish ham kerak buni endi yo'q. Xullas davom etamiz va mana bu yerda bizga o'rgimchak turi, balobatar, oltin, almas, xullas hokazo bir ko'plab narsalar berdi va mana ularni titamiz. Ko'rshapalaklar, mana TNT, qilich. Xullas Lucky Blocklarni sindirishda davom etamiz. Qani nimalar berar ekan? Mana bu. Yo'qol. O'ldirdik buni, qo'yil. Xullas mana bu yerda buni olib taylaymiz. Keraksiz narsalarni taylaymiz. Baliq kerak emas bizga. Xo'sh, davom etamiz va biz mana bu yerga kirib, mana shu yerdan ham sindirib ko'ramiz. Omadimizni sinaymiz tezroq. Xo'p, ketdi va mana ketdi. Bu yo'q, mana bu yerda nimadir bor ekan. Xo'p, ochamiz. Xo'p, yer bilan yakson bo'ldi. Qochish kerak. Menimcha bizda bir survorda o'yib tashabdi. Qoyil, mashinamga zarar yetmagan bo'lsa bo'ldi. Xo'p, davom etamiz va mana bu yerda yana Lucky Blocklar, nihuya juda ham ko'p narsa berib yubordi. Qaysini olishni bilmayapman. Almazlar, xullas oltin, qilich, bundan kerak. Yana nima chiqishi mumkin? Mayli, yana ochaveramiz. Qani nimalar chiqar ekan? Zashtalar ham bor ekan bizda. Lavadan saqlaydigan va jonimiz tezroq to'ladigan. Menimcha yer bilan yakson bo'ldi. Bunga e'tibor beringlar. Bu biroz achinarli. Men bu bidishk.
Bilaman, bu juda ham yomon ta'sirli o'lim, lekin biz qayta yana harakat qilamiz. Hayotimizda birinchi marta personajimiz osmonga uchib va yerga qo'nadigan vaqtda halok bo'ldi. Buni televizorga chiqarsa ham bo'ladi. Aha, mana bu yerda ko'rshapalar. Menimcha o'limimiz tayin. Xo'p, mayli, davom etamiz. Mana bu yerda yana nimadir. Qochish kerak. Qoyil. Qochib qutuldik. Lekin biz yana sindirishda davom etamiz. Xo'p. Bizga bu kerak emas, bu ham kerak emas. Mana bu ham kerak emas. Mayli, davom etamiz. Buning ichida keraksiz narsalar va mana bu yerda yana himoya shlemlari va undan tashqari boshqa narsalar. Yana sindiramiz. Jitel, maslahatim bu yerdan ketganing ma'qul. Osmonga chiqib ketdi va xullas mushuklarga nima kerak? Men-ku mayli. Mayli, xo'p, davom etamiz va bu yerda qandaydir qasr va menga umuman keraksiz qasr. Lekin mana bu yerda ham ochamiz va har xil narsalar paydo bo'lyapti. No, hammaga omad. Da, normallik qildik. Lazerdan ham o'tib oldik. Da, bu biroz qiziqarli va mana bu yerda pulimga o'g'irlar tushib, mendan so'ramay olib ketishyapti. Короче, do'stlar, xullas videomizga like hamda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan chiroyli sifatli kontentlarni tarjima qilishda davom etamiz. Hammaga omad. Keyingi videogacha ko'rishguncha.